Assalomu alaykum aka. Xushkelibsiz, yaxshimisiz? Mana akam bizning navbatdagi mijoz 300 minglik setimizga keldi aka. Mahsulotlar bilan tanishib chiqdingizmi? Tanib chiqdim aka. Qarang, Zo'r. 10 xil mahsulot. Bunda Ziyonurni kalbasasi bor, 1,5 kilolik. Sasiskasi bor, Ziyonurniki. Yana bunaqa Raduga sasiskasi bor, bu ham Ziyonur. Servelatimiz bor, 1 kilolik. Hop, sir, slivichni prezidentimiz tugab qoldi. Yana bunaqa indika, tandir indika, baxtiyorot indikalardan halol emas, tushonka halol, sifati zo'r. Yana bunaqa variantimiz bor. Bu ham rus metxaustiki, Ziyonurdagi sifati yaxshisi. Men salatga garoq, bitta mayonez. Bu hammasi 10 xil mahsulot 300 ming so'm ekan. Bizda kichkina kliyentlarimiz ham bor. Kalbasa yaxshimikan? Zo'r. Hay malades, umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'linglar, osh bo'lsin. Asal ichinglar. Ana. Opa singillar. Kelib turinglar, hop. Hop.